Hurmatli patsientlarimiz, sizlarga yangi apparatni taqdim etmoqchimiz. Bu germanskiy apparat bo'lib, Novwatch Mkamed klinikasida biz sizga buni ko'rsatib va ishlatib bermoqchimiz. Bu apparatimizni yana bir xususiyatlaridan biri bu yog'ni infiltratsiya qilib eritish imkoniyati bor. Apparatimizni ko'rishimiz mumkin. Vibratsiya orqali teri ostidagi yog'ni eritib, uni so'rib olish imkoniyati juda maksimal. Endi operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayoniga keladigan bo'lsak, bu apparatda liposaksiya qilinsa, reabilitatsiya jarayoni ancha qisqaradi. Atyoq, sinyaglar va teri ostidagi yog'lar bir xilda bo'linib, chiroyli qilib olib berish imkoniyati juda yuqori. Agar sizda liposaksiyaga ehtiyoj bo'lsa, Mkamed klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.